Yod nima? Yod bu qalqonsimon bez gormonlarini sintezi uchun eng muhim mikroelementdir. Butun yer yuzida 1,5 milliard aholi aynan yod defitsit hududlarida yashaydi. Jumladan O'rta Osiyo va O'zbekiston ham yod yetishmaydigan zonalarga kiradi. Muammo nimada? Muammo uzoq vaqt yod yetishmasligi intellektning pasayishi, aqliy salohiyatning pasayishiga olib keladi. Yod tanqisligining erta belgilariga nimalar kiradi? Soch to'kilishi, xotirani pasayishi, sovuq qotish, yaralarning sekin bitishi, sekin sog'ayish, qabziyat kabi belgilar kiradi. Agar tanada uzoq yillar davomida yod yetishmasa, qalqonsimon bez kattalashib, zo'r buqoq kasalligi paydo bo'ladi. Yod mikroelementini qabul qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savolga aynan mutaxassis endokrinolog ko'rigida, konsultatsiyasida javob olishingiz mumkin.